Xonadon izlash go'yoki hech qachon tugamaydigan yomg'irdek. Bittasi qimmat, boshqasini shubhali odamlar sotishi. Yana birini esa joylashuv narxiga umuman to'g'ri kelmasligi. Qancha qidirmang, bu yomg'ir go'yoki to'xtamaydi va siz orzuyingizdagi uyni topa olmaydigandeksiz. Shunday vaziyatlarda Xonsaroy takliflari sizning yomg'iringizni to'xtata oladi. Chunki Xonsaroyning vatan loyihasi sizga pul, joylashuv va sharoit bo'yicha ham maksimal qulayliklarni taklif qilmoqda. Boshlang'ich summani to'lang va qolgan qismini esa 36 oy davomida to'lab oling. Bundan tashqari, loyihada yopiq basseyn va sport zal, yaqin hududda maktab va bog'chalar ham bo'ladi. Xonsaroy bilan siz ham moliyaviy yengillikni, ham qulay hayot tarzini bir joyda topasiz. Nimaga yetamdan beri po'xt ishini qilyapmiz? Ha, po'xt ishidan boshqa narsaga yaramagandan keyin qilasanlar-da. Qilmaymiz, jonimga tegdi. Sassiq bo'lsa ham qilasanlar. Qishda isitib o'tirishni bilasanlar sandalda hamang. Aka, bu tez qilib tashlaylik. Akalar, singlimizni xafa qilishdi. Yana ulgurmadi. Nuqul bizlarni oldi o'rtashaveradi. Hadi solishga. O ajit kayfda ana. Dadajon tort pishirdim. Ona qizim, raza shirin tort pishiradi-da. Akalarni ko'rmadim. Yeb ko'ring, ko'rmadim. Raza shirin aka, o'zing yo'g'ir, akalang qayda-ku? Yeng dedim. Ha, ona qizim erkaliging yo'qmidi-da. Loydan ham shirin chiqargan tort 3 kundan beri loy yeyapman. Ashmasin. Nima uchun men qilishim kerak? Sen ishing bo'lgan aka, o'zing tozalasan-da. Bu solishga emas. Kim qildi unda? Opa, chochimni o'rib qo'y. Opa, aka bo'ladi. Aka, chochimni o'rib qo'y. Ya, sen unga tegma, nima qiz bola ko'ryapsanmi? Bor o'rtalaymi o'yna. Bir yoqqa. Rahmat opa. Arzimaydi. Opa? Qaydaymi? Miyani qattig'ini chiqarma, ma'rif, qaytar dunyo ko'rasan hozir. Opa. Oltiga yuring, oltiga. Oltiga? Qalay yedingmi sen ham? Yashavar o'g'lim. Ya, Shahlobek, sen qayda urganding bu o'yinda? Yo'q, sen urganmagansan, ma'qut. Senga mana shu yaramasdan o'rgatgan senga o'g'irlar. Başım gel, balaligim bir başligim. Gözümde var yaşım tüken, sağınganda balaligim. Ebe, bugün çığ kam bo'ldi-da. Nima qilsam bo'larkan, qochtiring. Ebe, qochtirama oldi sani. Ebe, o bo'xcha. Shuni shilaman. Yo'qda, sani yo'lingni berkitib, o'qitib tashlashgan qora ranglaring oppoq. Birinchi sportejing bor, to'g'rimi? Undan keyin Merso oling. Keyin san yetib oling. Menga yetib olishdi. Nima farqi bor? Laskalon. Sani o'qitib tashlashgan agar qaytarma qilmasak, mashinang yiq olib ketadi. Keyin sandan itam reklama olmaydi. Qaytarma qilib bering. Hozir. Chiroyligini bunaqa merchaga o'tirgan birinchi lo'li bo'ldi. Qaytarma qiling. Qilolman, men odamlarim chaqiryapman, ebe. Qani qilingni och. Mana shu merchaga ko'zingni umuman poylama. Agar poylasang, umuman poylama. Poylasang umuman etmaydi duo. Tushundingmi? Ya, hajjatdagi fokbak O'zi zo'r bo'libdi-da bu. Ana bo'libdi. Shunday zo'r bo'libdi. Ebe. Belli ana böyle ketdi ana. Küf ana bittada yiqildim. Ko'ryapsanmi? Rahmat kattakon. Endi xizmat haqqim. Mana sizga qo'l haqqingiz, rahmat. Ebe 2000 mi? Ha? Sanga savol, 2000 ga bumaga beradimi? Yo'q lekin. Nimaga bo'lmasa menga beryapsan 2000 ni? Bilasanmi men qanday bir leliman? Shalo, ofishil leliman. Kimlar menda baxtini o'chirmaydi? Fez normativ erga topdi. Baxtini ochganim uchun. Shahloy Jonova degan bloger eshitganmisan? Yo'q, tanimas ekanman.
o'zi unaqa taniqli qiz bas. Qarachadan kelgan bir manga o'xshagan bir qiz. Uni ham baqtirmoqchi menga tegib ketdi. Voy, men ham baxtimni ochib bering. Beli tamom, saqqosini to'laysan. Qachon keladi Shahzodam? Shoshilma. Shoshilgan qiz erga yochma. Hozir seni chaqiradi. Zebo, ketdimi? Voy, umidga kelgan Shahzodam. Nima? Meni baxtim ochib ketdi ana uni. Qo'lidagi pulni sen berding. U mashinnikku mendan ham pul olgan. Bor, pulni ol. Tövbe. Umrimdan bunday lift ko'rmaganman. Bir haftaga birgacha kelmasligim kerak. Kamina shalodan ehtiyot beringlar. Chimildiqda olis yurtga uchdi qushim yor yor. Chimildiqda olis yurtga uchdi qushim yor yor. Majnun to'ldik ham boshimga qo'ndi qushim yor yor. Majnun to'ldik ham boshimga qo'ndi qushim yor yor. Chimildiqda to'xib